Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarningki joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'g'liq Hamish, Rossiyaningki poytaxti Stokgolmdan chiqyapman. Naq maydonga bugun men bir qancha masalalar ustida naq maydon qilmoqchi. Shuningga biz men sirt to'p qolgandim. Teshir azroq ishlar bilan bir boshqa yerda qoldim. Shuningga otelning nimasi bilan gaplashib, menga ayrim bir konferans roomni bergan ijaraga. Menga ustalni ustiga telefonni qo'ydigan. Nim qilolmay shatgan yaxshi izlab shu mishani berdi bularga rahmat. Meningki birinchi so'zlaydigan nuqtam bo'lsa, chujininki shumliqidan to'xoninki amchik olmabdi degan. Shunga bog'lab turib. 1991-yili 12 ayninki 26-kuni demak qaysi kun ko'ygan chaqda O'rta Osiyodagi davlatlar parchalanib, hammasi Sovet ittifoqidagilar hammasi bir taldan mustaqillikka erishdi. Bo'lmasa O'zbekistonninki yoki shu Sovetninki 15 respublikada turadigan birmi davlatninki odamlari bizninkidek teshig'i chiqib yoki Yevropaga chiqib hech qachon mustaqillik talab qilmagan va siyosiy faoliyatlarni ipamgan. Faqatlam Rossiyaninki kuchayib ketishi bilan Amerikaninki Yevropa, Amerikaning bir tarafi Amerikaga, yana bir tarafi Yevropaga tutash bo'lganligi uchun Rossiya kuchayib ketibdi. Bunun soğuk münasebetler uğraşıdığın kim bu devletler parçalanıp ketken. Bularınki O'rta Asiyada yaşayan devletlerninki çoğunlardan yoki ve bazılardan sorsak şu SSR yaxşı deydi. Sovet ittifoqi yaxşı deydi. Haqiqiy kommunizmni biz ko'rgan, bap-baravar yaşagan to'q, undaq olduq, mundaq olduq deydi. Hozirgi yoshlar bo'lsa, albatta O'zbekistonliklar bilan paranglashmoqdim, Qozog'istonliklar bilan paranglashmoqdim, hammasi şu müstakil boğundan xoşal. Endi bizninki kelsak, çücünün şumluğundan toxununki elini çıkınmaptı degandek, bizninki Sovet parçalangandan keyin Xitoy hukumatı o'zininki mushu kunninki o'ziga kelganini bilib, bir turkum siyosiy da'vogarlarni yasab, bularni g'arb ellarga chiqarib etgan. Bularninki ba'zilari o'qish bitmayla, ba'zilari ham challam chiqib, bizninki muajiratdagi mustaqillik, ya'ni Sharq Turkistondagi mustaqilligi bo'lgan davoni o'kunki Dilyar Musoboyev degandek Uyg'uriston da'vosi almashtirib qo'ygan. Demak, niyatninki yomonligidan mushula hozirgi Uyg'ur davosini monopol qilib olgan milliy munofiqlar bizni bugungi kunga kelib qo'ygan. Hem indigenous people'larni qilib, bizninki vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoyninki lagerlarni ichishiga yeşil chiroq yoqib bergan. Uningdan keyin mushu Anvar Yusuf Turan apandininkimi Sharq Turkiston surgun hukumatlarini parchalab yo'q qilib etgan. Bu davoni faqat Uyg'urni tonitimiz deb bugungacha akab qo'ygan. Memmo Shvetsiyaga kelib, tashkilotda Shvetsiya Uyg'ur komitetida ishlagan chog'da, ichiga kirgan chog'da ba'zi bir maynachiliklarni ko'rgan. Shundaq ishim aytishatdi, ammo meni degan o'qishga chiqqan, bu degan Xitoyning xoini deb shundaq yaxshi durust gaplarni qilib bersam, durust ishlarni qilsam, pul oldirgan chog'da shundaq yaxshi. Bizga manfaatiga chetishli bo'lib qolsa, shunda tillab aramchiq bermagan. Yaşlarning orasida obrazimni to'kkan, undaq deb, bundaq deb, keynimdan qasdanga shu. Bo'lmas men tonimaydim, men haqqimda tushunmaydi o'chiqi. Ashunda qilib, ashunda qilgan. Bularninki shu 5-dan boshlangan chaqdilam har bir davlatlarga birdan tashkilot qurg'izib, u tashkilotlarni o'zininki himoyasi ostiga ilib, ashadagi tashkilot boshliqlari orqali jamiyatni, Uyg'ur jamiyatini qalaymaqon qilish, fitna taqitish, hatta kichik bolalarni, yosh bola demay, hatta oilaliklarni aşı ayirib etish, haqlarni dad alamga silib etish, hayotning problemasiga sap qo'yish orqali o'zim yoqda jildi bir ishga qitimni faqat Xitoy konsulxonalarida kakraydigan mashundaq bir davoni, mashundaq bir qiplam qilyapmiz-ku degandakli ishlar bilan qilgan. Ammo bizmi shuningga agishib
mengib ekanmiz. Men 2019-yili Shvetsiyaningki bexatarlik idorasininki Xitoy ishlar bo'limininki boshlig'i bilan ko'rishgan chaqda vaqt ilib. Shu chaqda shundaq degandi. Bu Shvetsiyada texi sanga o'xshash birasi bizga aloqaga chiqib birlikda yoki mandaq ish yoki sanga o'xshash mandaq bir doklad sunib yoki bir ish qilib qilib bizga sen tunjisi deb degandi. Mana qarindoshlar bu yerdagi ahvollar mushu darajada chirib ketgan. Asli va mushu o'zimizning orasida bo'layotgan ishlar nima bo'layotdi asli muajiratning ichidagi bo'layotgan ishlarni hukumatni xabarlantirib o'zimizningki dardini qandaqdir bir kapitallarningki savdosi manfaat uchunga ular uchunga biz quchig'ida o'ynab bermay biz o'zimizningki vatanimizningki mustaqilligi zimini tupa ustida harakat qilishimiz kerak. Ammo bu hech kim bundaq bir ishni bir tashkilotniki yoki bir qandaq bundaq ishni qilib baxmagan hatto dunyo Uyg'ur to'g'ri hozirga chiqmagan ham hozirmi qilmaydi buniki qilolmaydi. Bular mening bilishimcha shu Xitoyninki ya'ni Xoyanbangninki, Xojindaoninki ittifoqdosh partiyasidagilarga Xitoyni demokratlashtirish va'da berib chiqqanlar deb o'ylayman. Bular Xitoy aldab ketdi bularni yoki bular shu maqsadlik shu bizning zaminimizni setib o'tish uchun pul uchun chiqib shunday qildi. Chunki o'ylab yiqinglar qarindoshlar, Amerikaninki kongressmendan tortib generallargacha, Afrikadan tortib O'rta Osiyogacha, Avstraliyadan tortib shu Sharqiy Yevropagacha bütün yerlarni qarzga, bütün portlarni setib olgan Xitoy o dunyo Uyg'ur qurultiyi degan gap obayli o'zininki degan gap. Bu ishlar tushansanglar bo'ladi. Onunki to'liq isbotlarni, yan narsalarni dilyarmi chiqadi. Kerak bo'lsa yan dunyo Uyg'ur qurultiyi talab qilsa chiqarib bergan narsalar bor. Chiqarib beramiz. Onun hech qanday gap so'z yo'q. Shuningga qarindoshlar, bizningki mushu kamgacha da'vorimiz hech qachon bir mustaqillik, hech qachon bir zamin ustida bo'lib boqqani yo'q. Şunun ben deyme, toxoninki, çücüninki şumliqidan toxoninki bizimiz olmaptı degandek, mağuylarninki nacharliqidan bizninki ziminimiz emas, mana bugungi kunda mushu lagerninki ichilishiga sababchi bo'ldi. Ikkinchisi, Dünya Uyg'ur qurultiyidagi Dolqin Ayso apandim, men sizga qanchinchi oyninki qanchinchi kuni Dolqin aka, men bir sizni qurultaydagilarni chinglan tillab olay, Xitoy hukumatidan menga shundaq buyruq chiqdi deb dedim. Menga mushuning bir javob berib o'tmasangiz, men u dunyoga ketsam ko'zim ochiq ketadiganday qilib turman, chunki siz menga eg'ir darajada tuhmat qildingiz. Men sizga hech qachon tuhmat qilmadim. Men sizning qurultayingizdagi boshqalarga hech qachon tuhmat qilmadim. Agar siz chiqimiz desangiz, birga bir chiqishimiz yoki undaq-mundaq desangiz, kelsangiz bo'ladi yoki ekronga taklif qilsangiz bo'ladi yoki qanday vaqtda, qanday yerda men bilan ochiq holatda suhbat qilsangiz bo'ladi. Men yipiq holatda suhbat qilishni yaxshi ko'rmayman, chunki men necha oydan beri xalqning oldiga ochiq holatda Shvetsiya parlamentining oldida men bu narsalarni deb keldim. Lekin to'g'ri, ayni vaqtda sizningki va o'sha Shvetsiyadagi Dünya Uyg'ur qurultiyi Dilshod Reishninki yordamida men Shvetsiyada iqomat olgan, men deportation bo'lgan chog'da siz o'zingiz bir tariqalar kelib qilgan. Men o'ylayman, hamda sizlar enedidan pul ilib, shunday kishilik huquqlarni mustajaslan qilayotgan bo'lganki, u bir oylik ishlayotgan bo'lganki, u bir shart deyman. Lekin sizga men odamiylik yoki u bo'jat qarzim bo'lsin, lekin vatanniki mustaqillik yoki mandaq ishlar kelgan chog'da men undan narsalarga yuz qarab o'tolmayman. U ayrim boshqa, bu ayrim boshqa. Shuningga men sizdan so'raydiganim, men sizdan qanchinchi oyninki qanchinchi kuni Germaniyaga yoki sizning qo'l telefoningiz o'dimmi, ishxonangiz o'dimmi yoki ayolingizga telefon qildimmi yoki nega telefon qildim? Chiqib siz degani kerak nega telefon qilib, Dolqin aka, men mushta sizni tillab ola yoki andaq-mandaq degan gapni qildim. Menga shunga bir ochiq javob berib o'tgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Uningga qaytilib, o Norvegiyadagi Oysha Musa Abdurish deganlar ko'tirib u gaplarni WhatsApp to'plarida u yerda yiqitib yuribdi. Ulardan o'zimningki oladigan ayrim hisobim bor, uni olaman. Mushu siz o'zingizningki men sizga shu qachon degan mushu narsani menga bir javobini berib bersangiz yaxshi bo'ladi.
Andan keyin siz so'ragan savollarga men mo qoldirmay hammasiga javob beraman. Ondan keyin yaqinda Kanadadagi Gülşen Abdüqadir degan bir ayol o'ljiloq. Bu Xitoyning endi tug'an atlasni yilpizning biznesini kiyib ustiga aliptasini palampatash dalta bu Gülşen Abdüqadir degan. Bu jadigar xotin bizni Dilyarni va boshqa yoshlarni o'sha indigenous people to'g'riliq kuchayotganlarni cho'shqilarga, uningga, buningga o'qitib, 4 turli yozmalarni yozib, o'qitib bizni deb ketibdi. Men Gülşen Abdüqadir to'g'riliq Gülşen Abdüqadirni boshqasi yaxshi bilmasa, men obdan bilaman deb beray. Gülşen Abdüqadir G'ulji shahardagi Oydingdagi Madaniyat inqilobida bozor boshqarishda ishlaydigan Abdat Puchoq deganniki şunun qizni, şu Ablat Puchoq deganning qizini İli oblastininki saqchi, ya'ni bexatarlik Anchonjoniki Jujang sifatli bir Xitoy Xaylang deydigan Tungan. Buninki xotini shu Gülşen Abdüqadirniki bilan tuqqan keladi da Ablat Puchoqlar bilan shu Abdüqadir degan shu Gülşen Abdüqadirniki tuqqan keladi bular. Yana bir deb beray, Gülşen Abdüqadir G'ulji shaharininki Oydingdagi Madaniyat inqilobida bozor boshqarishda ishlagan Ablat Puchoq deydiganninki qizi bor. Uning qizi İli oblastlik saqchi idorasininki Anchonjoninki burunqi boshlig'i ko'p qo'ljiqlar biladi. Shuningki qizi shu Tunganninki ayoli shu Gülşen Abdüqadirlarninkiga tuqqan keladi. Bular shu G'ulji voqeasininki oldi keynida bu Gülşen Abdüqadir o'zi radioda ishlaydi. Eri Martimi shunda bir nimasi bor. Bular o'rinlashtirib avval Turkiyaga chiqarib, undan keyin Kanadaga o'rinlashtirilgan nimalar bu. Bu ayol shu Ili oblastidagi Xaylang deganninki ayolisininki shu Ablat Puchoqninki qizi bilan shu Ablat Puchoq deganlar shu Abdüqadir degan odamlar bilan tuqqan keladi bular. Bular tuqqan keladi. Bu odam bular shu avval Turkiyaga chiqilib, undan keyin Kanada orqali shu nima Turkiya orqali shu Kanadaga o'rinlashtirilgan Xitoyda uchun ishlaydiganlar İli oblastdan shu Xaylang degan pasportlarni berib, oila bo'yicha hammasini bexatar chiqib qolgan nimalar. Bu xotin Dunyo Uyg'ur qurultayini nayt kuchli qo'llab, nayt podaqchilik qilib, chapanchilik qilib, Dilyar yo bir turkum yosh bolalarga shu nimani qilayotgan, shu nimani qo'llayotgan, shu petitionni qo'llayotganlarga haqorat qildi va bularga o'zicha Kanadada so'ltib o'tgan Abdulazizga o'xshashlam boshqalar oldiga chiqolmaydi, meni deb qopti. Men rasmlaringdan tortib chiqadim, Gülşen Abdüqadir degan cho'shqining kuchiga men obdan anglasan. Talatingga qarab aqava, tang so'ngga nom bergan Xitoy tagagato busatwada kulab ketib, ingaklarini sanglab eqib tushib ketay debdi aramni yeb. Musirbatcha cho'shqa. Bu Tuyg'un Abduvali, shu Erkin Tekas, Mehmet To'xtalar bilan Kanadaning ichida qilmagan rasvochiliklari, uylarga oltin zanjirlarni akirib, choyliklarni o'zi qartib, chap-chaplik qilib, ushiqlik qilib, hatto Kanadadagi Abdulaziz degan bolalarni qasdanga WhatsAppda urishib, uningga Tuyg'un Abduvali degan imzo qo'yib berib, uni so'litib qipti. Tuyg'un Abduvali meninkiga bir imzo qo'yib berib baqa, sen men bir ko'rib baqa. Peshonani to'shqi cho'ndanchidan beshin tiqib bitman men senga deb qo'y. Men sen haqında loq emas yoki biz yoshlar sizlarga unda bo'y bermaymiz, mumkin emas. O'ylashmay ish qilsang. Vatanimizniki mustaqilligining ustida ish qilsangning manfaati yo'q. O'ylashma keldi, ketdi u burun o'yinidan, yeding, ishding, buzuqchilik qilding, rasvochilik qilding. U tugdi, u davran kelmas ketdi. Yo'q endi. Uning tushini ko'rmaysan. Mani bilib qilish. Gülşen Abdüqadir sen mani bilib qol, tushundingmi? Mana men ekranga sening rasmingni chiqarib turib,
Yana bir narsani qilib turib, mana men chiqib seni gap qila oldim. Qalsang meni sotqa beramsan, nima ish qilsang qil. Qag'indan ondan yana sening ishlaring bor. Tep chiqib sotda unda biroq ejilsa qoldi. Çandan sana o'xshash chiqarilgan yerlikki yangi hayotlik 8 million munofiqninki o'zbeklarninki harom pushtilar mishar yuribdi. Norvegiyani mehnat qilib, Shvetsiyani mehnat qilib, yana bir yana mehnat qilib, uchur to'plab. Hamma chiqarilgan nimalar? Bilmamdi onikini, aninkini akıllarını Germaniyadaki yangi hayotda odam deganni chiqib urib, shu tamdan atlandırıp tushirsa, yerim kechir Qozog'iston orqali chiqarib atganlarni kim bilmaydi o javlatlarni. Eğer akam kirketdi, kesilib ketdi deb akisi doyindi ustoynab yursa beqirab. Eğer yana bir Fransiyalik biznemeleri yağan davani qilib meyada. Biznemangni yana biznemanga bo'yash bilan bo'lmaydi. Ma BDTga, Aqsaraylarga ma'u nima muddayingni bildirish bilan bo'ladi. Qo'ljining bir tema emas, o yani bir ko'kirtib qo'ymay yoki bir nima qilib qo'ymay deydigan. Uyg'urning hissiyatini ele islom bilan o'ynayotgan, ele ko'k bayroq bilan o'ynayotgan, ele Suriya bilan o'ynayotgan o'ldi. Unda u davrlar katta hamda amanasi ichildi, suning ustiga chiqdi. Shuningga bu mandaq. Hamda qarindoshlar ikkinchisi indigenizga nimanchalar bu Gulshan Abduqodirlar va Uyg'ur qurultayliklar mushtaq qildi desanglar, qarindoshlar mandaq bir yeri bor. Birinchidan Sharq Turkistonniki mustaqillik yo'li ochildi. Ikkinchidan lagerninki Xitoy yetmoqchi bo'lgan manfaatini üzüp taşıyıcıya türütkülük rol oynaydı inşallah Xudoyim buyursa. Üçüncüsü bular indigenous qilganning yağı Arabiya Qadir degan go $5000 nimening puli nima dedi? $5000 tarjimon bilan shu projektni yozdiganlarninki $50,000 shu projektga bergan dedi. Mushni 4 million munofiq bo'lish xajlab deyapti. Alim Seyitov, Rabiya Qadir, Ömer Qanat, Abbas ailesiymişler. Bular 4 cinayetçi, bular 4 milliy munofiq qag'allar agash ko'chilari ham bor. Bular mush indigenous masalasi kelgan chaqda mana men degandek yana bir muhim nuqta nima desanglar, biz ma imzoni 30 mingga apasaq, Xudoyim buyursa, Aqsaray bilan biz birlashgan davlatlar tashkilotiga beramiz. Buni bergandan keyin bularning qo'ngi echiladi. Shuning bilan bularni sen bizni achildan beri aldapsa, chunki qarindoshlar ma indigenous masalasi degan gap buni iliq Uyg'uristonga, Sharq Turkistonga yana bir nim taqvabdi, uni ili so'zlab berma. Bu unda masala emas, bu bak nozik masala. Shuning bilan bular yillardan beri shu Amerikadagi g'arb ellarga kapitallardan indigenuslarni tarbiyalash o bu deb shunda bir pullar shu yig'inga kirganiga yana Xitoy tarafdan, yana mushlar inglizlar taraflardan oladigan bir imtiyozlar bor. Agar buningki biz 30 ming imzo tashlab biz mandaq emas, biz mandaq deb ma'noni chikatsak, malani jazolashi mumkin. Sen bizni aldab sen achildan beri, ma xalqing undaq emaskan go, sen xalqqa vakillik qilma deb mushtaq qilib yetibsan go. Biz o rapor yozgan chaqda shu yeshil chiroq bo'ldi. Shuningga sizlarningki burunqi qilmish 60larni ko'rib turib, Xitoy manda qildi, buni tegidi manda ish va deb turib, buni yozadigan odam Solih Xudoyarlar, atrofidagi siyosatchilar, dilyorlar bu chiroyli hizb imzo bilan Aqsaraylar millat davlatlar tashkiloti qilsa, malani oq ichilib qoldi, gumni qiliblam. Uningdan keyin jazo kelishi mumkin. Jazo kelishi mumkin. Uningdagi yillardan bergan pullarni bilan to'ltishi mumkin. Ishqa bir narsa bo'ladi, shuning o'tiranmay qilyotdi. Uningdan keyin vatanningki mustaqillik yo'li ichildi. Qarindoshlar, yamanma, shundaq putdi yerga virusning balasida qiyomat qoyim bo'lib ketib bordi. Shuningdan bizmi bir vatanimizni olsak, bizning bir o'zbeklarnikidek bir pasportimiz olsa, pulimiz olsa, bizmi qaytsaq, borsak, ya nimdiga yaxshi qarindoshlar, qachongacha Xitoy bermaydi deb o'tiramiz. Nimdab Xitoy bermaydi? U o'zimizning yeri bo'lsa, biz ya'niki millatlar tutsak, bizning ota buvimizdan qolgan, biz imperiya qurgan ularningki ajdodlari tutsak, jumhuriyat qurgan bobolarimizningki avlodlari tutsak, Dilyar deganlikdek 1000 yillik lug'at yozgan bobolarimizningki avlodlari tutsak biz. Şunun masele bek muhim. Şununla 7 yaşdan başlap uyingizda 6 can bo'lsa, 6 balangiz olsa, 6 balangiz beshik to'lamda, to'shik to'lamda hammasiga tug'ilgandan keyin Yevropada yoki Turkiyada nimaga tushdi? Nopos tushdi. Hammasiga ismni ilib, emyalni ilib, ichib tashlanglar qarindoshlar ani. Tashlab meni yo'q qiladigan ishni qilayli. Ma bo'lmaydi, mana unda chiqatmasak bu bax xatarlik narsa bu.
Bunun qilaqı sal qaritib, iliq Turkiya bir hayajon molalar chiqib baqdi. Qilib tili deganda chaynab, yerim til ishlaydi, yerim til ishlamaydi, tilimi yepla. Orlishib degan oy chiqsin oldimiz hozir jimmi bo'lib ketdi. Qo'ng'angni qis, maydoning ini xummisa, Turkiyada turishlik nimang chatirqingni po'xosa yoki garantiya oladigan manda kushing bo'lmasa, puling bo'lmasa, pasporting bo'lmasa, jamoatda og'zingga qarab, qo'lingni ikki tal isboting bo'lmasa, meningga ilingandagidak yoki kuching yetmasa, o chiqib yog'alarni nima qilib qo'yib turib, noret bo'lgan chiqsin, va chiqsin deb qo'yib, yine uning oldida boshqacha jo'ylagan hamma ovozlar bor, biz saqlab qo'ygan. Xalqni azdurmay, xalqni to'lib paypaq qilib o'ynamay. Şununla bu Gölcan Abdüqadir deganlar ashta yozmalarni yozib, qo'ng ichib o'tiramatıdı. Bununla erkin tikas bilan bo'lgan aqchaylar bilan o'ynaydi bular. Bularniki ishlari jiq. Şununla bu Mehmet To'xti, Gülşan Abdüqadir bular ya qarindoshlar asli texi mujlar texi indigenesniki yerida o'tirayotidu. Norvegiyadimi mavo ilaqi nima mavo Zökre Aysajan degan adimiz var. Şu adimizning qizig'imi o'tganda gap qilib aytdi dedi. Voy ukam mening qizim ashaq bir vaqt ashta deb kelgan biz ila qirilib ketirganlar insonlar qatori kirib ketdi ekanmiz. Ashunda qilib qo'yib, ashunda ekanmiz biz dars o'tdi deb Norvegiyaning darsligida o'tib bo'pti ekan. Qizig'i ana yog'am so'zni so'ranglar. Haq yog'in yoqmaydi. Bu indigenesni qilib etib buni o'disdan chiqmoqchi yo'q. Hiyla oni toz deb voy menmi tozmina? Mehmet tazolab yok. Bişimizni maylab qo'ng'onga tiqishmidiq, qaysiningki bearam qilishmidiq. Chiqat indigenesda mustaqillik talab qil. So'ng qanot bo'l. Biz o'ng qanot bo'lamiz. Sen ma tarafda Xitoyni sestib, Xitoyni o'rishga, Xitoyni xalqaro satlashtirgan yoki indigenesdan chiqatga ahvol ostida bu mustaqillikni qaytini kelgan qilib, sen mayaqda kishilik huquqingni, diniy erkinligingni, yana bir narsani qilsang bo'laverdi. Bizga taqashma. Sestma. Xalqni anda videolarni kirishtirib, dilyarga, o'g'lan ma'lumga, xalqninki bir narsani ichib, xalqning yeyishimiz yo'q. Qaysining qo'ng'a kultik po'q bilan to'shib ketgan. Shuning oldiga chiqamay, YouTube'larda bir nimani yasab o'ynaysa, oldiga chiqmamsa, mana bunday qilib, erkak bo'lsang. Shu qarindoshlar bu indigenes masalasi kelgan chaqda, bularningki birinchidan qo'rqadigini, shu mustaqillik davosiniki tirilishi, xalqaralashib ketishi. Ikkinchisi anadaki indigenes kapitallarniki yoki nurg'un yerda olgan pullarniki balkim oldidan sen o bu deb xalqarada obrazniki qattiq tushishi bularniki. Undan keyin pul keladigan yerlarniki to'xtab ketishi. Undan keyin bo'lsa pul keladigan yerlarniki to'xtab ketishi. Undan keyin bo'lsa mushu ilaqi nima deyamdi? Xitoy hozir tozi ishtirayotuvchi bularning keyindan. Biz mayaqdan ishtirayotimiz, Xitoy mayaqdan ketib bular qisilib hozir shu ilaqa mandaq bo'lib qoldi. Hozir bir gap kelgandi yana shu. Shunda bo'lib qoldi ishqpa. Shuningga qarindoshlar ma'nasidan biz qat'iy chiqishimiz kerak. Bu narsadan chiqatmasak mumkin emas bo'lmaydi qarindoshlar. Shuningga uyanglarda voy bu petitionchi qarindoshlar o imzalaringlarni qo'qab ketirgansizlar, qurultay g'amon bo'lib qolarmi? Abiyam men degandekidek, chujuning shumliqidan degandekidek, yomon kunga qolasiz qarindishim. Mushu narsa ko'ngil bo'lmasangiz, mushu narsaga imzo atmasangiz, bir kunlarda hey deb qolasiz, vatan mustaqil bo'lib qolganga shiroq qamidek, qash bilan kirpikning qoldi. Siz biz bilanmayotgan bilan dunyoninki oq taraf sahnasida jahongir davlatlar bizning to'rtning ichida bir pichimni bizni kesib bo'ldi, mustaqil qilib bo'ldi. Faqat üstünden çıkmagan yeri var. Şunun ekiti vardı. Malaç, yani şu Xitayninki. Bu Sıdık Hacı Gomindanços, Rabia Kadir Gongsandançı degende. O Rabia Kadir'nin o binasını o Maynur Qasım'ninki 300 ming xalq pulunu berip durup Rabia Kadir'ga Xitoy Nongya Yinxan'niki o'simsiz qarzlarni berib, başlıqlar bildi qo'yuyor başlıqlar.
O binanı tiklep berip, bu xotunu milyoner qilib, Angliyaga apırıp, Kanada dağınlıq qilib apırıp, yaqlarda Özbekistan materiallarını çıxarıb, tərbiyəlab, buna bir cumhuriyetçiler aşıylık sürgün hükümetki müstakillik işiltemiz ki, şu dünya Uyghur kurultuyunu köstüpegen bir terbiye. Anasını türmetemde öyle alimcan degen balısınınkini ana koy çıkırıp edik koy xayşallarını ya hep otağını. Vay kesilip gitti 20 yıl, vay muddessiz oldu o bu da. Bu yağan koy akasınınki. Bir sığının kaynanda oynatıdı, yani bir sığının bir yada kütünüvatıdı. Kaysınınki rasya, kaysınınki. Davatkan gepi. Dedim koy ben toptu taşlap edim koy Rabia Kadir bağa. Bana ballarım yer jürüptü koysam, ben kömüge resimle bak ya, senin kolunla acaba yama adam kendisine, senin kolunlardan kildik ya dedi. Ya da oynatsan bağa ve tatay kilinen ola emmesi. Sen bu degen Tungandaki, mescitteki Tungandaki kızı diye o imamınki de. Munda emes mi kıyırındakiler. Bunu şu Rabia Kadir'la kılıvetti. Şu Zümrət ədimizdeki qaqşap ketkeni şu ağızlarını buzup ketdi. O haq o ağzını buzğunu onunğa. Qaqşap ketkeni şu bikanəsi emas o. Aşınçilik qilib etsə, aşındaq enedek apırıp tutquzub qoysa, indigenis qilib etsə, Uyghur kanununu basırıb alsa, Guantanamo'dan tercümanlıqdan kelib ayaq til kesse, xalqning oilasini buzib etsə, xalqning balalarını yetim qilsa, xalqning onini baladan arab etsə bu da'vochilar, xalq atdigini kashdi ish qilgas, xalqning xotinning ishigini marab yursa, xalqningki Junjabina şu siyasi panoh tilganlarnikini xotinlar orqali yamiz, uning orqali, buning orqali shu rasmlarga tatqanlarni, shu rasmlarni opirib setib qashlaydi qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultayida masalan biz 500 pul beramiz ayni vaqtida. Aytaqtoq. AKP'mi xata kapering desak, Shivsiya Uyg'ur komitetda 300 so'm bersak, yoki banchiliknikin biroq bersa deb xat chiqib ketdi, u xatni sotga apratdiq. Dutganmizda amaliyotda ilqi satdikanmizda yinkagan bo'lgandan keyin ha mushundaq ekanda deb. U xatning 5 qarsan palonchi dunyo Uyg'ur qultini tushunib degi Rabia Qadir ya to'lqinaysa deb imzo aytib qo'ygan. O'sha xat pul elayotgan. U xatlar oyoq ketayotgan anandan keyin. Bularning sistemimizni mendek biladigan ikkinchi birisi yo'qdi dunyoda. Men ajoyib bilaman ku qandaq qilib bularniki qanchalik darajada iflosligini, qanchalik darajada nomussizligini meningdek biladigan bir ikkinchi bir adam yo'q deb o'ylayman. Bado ashna ichidagilar o'zaro bir-birini bilishidi. Bilgan yerdami bir-birini yefib shunday yuridi. Üçüncüsü anadaki indigenis meselesinde bir Türk'üm insanlar var. Şu Uyg'uriston, Sharq Turkiston, Uyg'uriston, Sharq Turkiston, Sharq Turkiston, Uyg'uriston, Sharq Turkiston, Uyg'uriston deb şu xalqning kallasini qaymoqtirib yetpardi. Bu degan xatarlik petitionga bu bizniki Uyg'urning manfaatini qilish kerak. Biz nima deb Qozoq, O'zbekni ozod qilamiz, mustaqil qilamiz, nima deb Sharq Turkiston deymiz deb. Ey, saranguylar! Ve Özbek'nin dövleti var, Kazak'ның dövleti var, Kallağ'ның suyu mı sen xalq? O Şarkı Türkistan degen şu azat bolsa, müstakil bolsa, Uygur ulusu bulup, xuddi Şivitsiyada Şivit milleti bo'lgandagidek, boshqalar yaşagandagidek yaşaymiz şu billa. O Qozog'istonning, O'zbekistonning hammasining o'zining dövleti var, biz Sharq Turkiston oyoqdan anda qilamdik, manda qilamdik. Mushu narsani, mushu erkinsizlik mashalchilar, nayt zaharxandlik bilan, ustlik bilan o'ynab ketibdi. Men sizlarga ish beray qarindoshlar. Uzundan beri G'arbning medialarida davlatimizning Sharq Turkistonda berilishi va shu Jungodagi Uyg'ur musulmonlari deyishiningki sabablari qarindoshlar. Uzundan beri butun dunyo xalqiga bizningki bir oldin bir mustaqil bir Sharq Turkiston degan davlatimizning bo'lganligi, undan keyin bu yerda nurg'unlagan millatlarning yashaydiganligi, bizningki urf-odatlarimizning Xitoy bilan farq etmasligi, bizningki chiroy shaklimizdan farq etmasligi, bizning islom dinimizga shunda nima qilishi orqali bular shunda xabarlarni yozib uzundan beri qilishiningki sababi bo'lsa, qarindoshlar. Atügün Uyg'urninki mustaqilligi faqat Uyg'ur bilan bo'lmaydi, qarindoshlar. Bütün Türk dunyosi bilan bo'ladi. Bu chet eldagi qaysi to'rt Uyg'ur vatanga miltiq ko'tarib kirib, shunchalik kuchli ekanlarni biz epila olmaymiz.
Uyg'ur Türkleri orqali O'rta Osiyo Turkiyadan boshlab O'rta Osiyodagi barliq turklarningki izlashqini keltirish. Xuddiyligi Gongchandang Kommunistik partiyasi yasab chiqargan Turkiyadagi mollalar bor-ku. Xitoy uchun xizmat qiladigan. Shuningdek, Amerikaning O'rta Sharqda bu yerda o'ziga tushliq imom har o'ynaydiganlar bor. Xutbaga chiqib 2 yil so'zlaydi, Allohu akbar deb ashaqqa ketadi. Shuningga qarindoshlar, mavi erkin sidiqlar Uyg'ur musulmonlarini evitimiz, Türklarni qilib etimiz deydiganninki zaharxandlikininki yiltizi mana bu yerda. Şoňa bular nima uchun Uyg'urizmchilik, nimishki uchunchilik islomni qarlab turib, Behram Sintaşmi yezib ketdi. Bo'lmasa o'zining hadisining yeri arab, anani nervisiga tegib odamninki. Nimaga bularmi shu erkin sidiqlar shu yaqinda qandaq guruhlar bilan qildi? Mayaqda Gulshan Abduqodir yezib hamidi, mayaqda erkin sidiqlar chiqib degan so'zlar qilib, ikki qishini osmonga dengi aytib so'ng jangda günan olsa, ayni vaqtda sen Muşunda Uyg'urizm, muşunda islomdan chiqadigan narsalarni, muşunda ayliq nima deb islom deymiz, ashta qilsak mushu islomning nimasidan ashta kampa bu deb ashunda qildi. Amaliyotda qarindoshlar, onunki o islom bilan yana bir nima bilan hech aloqasi yo'q. Onunki shu zamin bilan shu biz shu yana zaminning egisi bo'lganligimiz 3-yillar shuning mushtaq bo'ldi. Shuning bular Türk islom deganlarni chiqarib bersa, Arab dunyosi bilan musulmon dunyosi bilan Türk dunyosidan keldigan qo'shtirnoqning ichidagi yordamni yo'qotish uchunga ashunda qilib manda o'ylanadi. Mushinchik darajada zaharxanda qarindoshlar bular. Mushu bundan keyin mushu Sharq Turkiston, Uyg'ur musulmon turkları desa bunun hech qapildigan yeri yo'q. Bizningki davarimiz hozirgacha Sharq Turkiston deb. Hech qachon Uyg'uristondan bir yerda, yana bir yer. To'g'ri, men burun Uyg'uriston chiqdim. Keyin bir yerlardan materiallarni ko'rib, do'stlar bilan fikrlashish orqali buning bo'lmaydiganini vatanimiz Uyg'uriston bo'lib qolsa, atugin 5 oblastningki Qozog'iston oblasti, Mo'g'ul oblasti, yana shu parchalanib kichiklan bir parcha qag'allar o'z oldiga ulusib chiqimiz unda bo'lsa deb o'zlarining davlatlariga o'zining oblastlarini qaytiblam menchikli bir parcha bo'lib qoladi ekan. Onundan vatanimiz Sharq Turkiston Uyg'ur ulus bo'yicha qolgan millatlar shu yerda yashaydi bu shunday gap. Ma'ni anda qilayotgan gap. Ma petition masalasini nima deb bo'ldim? Bu masalalar, shunday masalalar. Onundan keyin ma'vu Muşu yaqinning yog'i o'tganda bir iliqiya muşu nimadiki Kanadadagi erkin tekas. Buni WhatsApp to'plarida men xil jiq to'g'riliq, bu to'g'riliqmi gap qildim. Bularningki oilasi, bular to'g'riliqmi ayrimni so'zlayman. O'tgandiki ashu iliqi London sotidagi ashu iliqi Uyg'ur organization deyapman. O'sha Uyg'ur ashu rayoni degandek narsalarnikini ashu Sharq Turkiston degannikini ashu kompyuterga besayotgan vaqtida ashu Zumrtay yashat tarjimonlik qilib buningga kimdan keldi o buyruq anda qilib aytgan gap. Abdurashidninkiga singlimizdan gap gapdi, men boshqalar orqali u akamiz men qanday kelganini bilmayman, meni demasoptika debdi, muattar degan singlimiz. O singlimizdan atlab o'tib ketay. Dadoga odammi qurultayga gap qilib deyse, ma'u mening qizimni oldiga 5567 qanday kelib qoldi? Endi so'raysa, ey Abdurashid, endi so'raysa mana meni shundaq deb ketgandan senda qo'lchiligim borligidan nomus qilma, sen degan bir qanjoq ishplas haromlik nima ekansa, voy undaq mundaq deb ketgandan men boshqa oldidagilarni qanjoq ishtamsa, u sendek nomus qilma demsa, u boshqa. Men haromlik deganingning hisobini cho'qim olaman sendan. Men seni cho'qim olaman buni. Amdi so'ra qizingdan. Qizing oliy ma'lumotli ekan-ku, Londonlarda o'qibdi-ku. Qizim men qanday ish, men indigenous degan qanday narsa to'g'rimi, xatomi de. Tushundingmi? Qizingdan so'rsang bo'ladi. Nima deb 5567 deganni oshchaqda meni yana tillading. Va meni tillamaysa, alan tillaysa, sarangoy. Bu qanday kelib qoldi mening qizimning oldiga 5567 degan san. Bu bunda o'z xat nim qildiğı deb. Elama aş dilyar degandek 5 ko'z davlatlarninki odamlar kelib ulguribdi. Demak, mandaq
Qarasak, mana 5 ko'z davlatlarmi, mana shu 5 ko'z davlatlardagi Kanada, Avstraliya, Angliya, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya degan shu davlatlar. Yaponiya mümkün tan yo'q deyman. İngliz tili so'zlaydiganlar deyman. Bular birlashdi hozir. Yevropadek qildi. Yevropadek bir sistemini qurdi o'zidan ichidan. 5 ko'z davlatlari, ashlarning odamlari kelib qildi. Shu Google'larga translatelerga ayrim Uyg'ur tilininki kirib kelishningmi, mushunaningmi mana bir bishoratlardan bilinglar. Bizning xalqarada bizning sahnimiz sizilib bo'ldi. Bizga mustaqillikdan bishorat kelyapti degandek narsa. Bu Google'dagi hamma shu tildikilarning kelgan asoschi tamisi davlatga bog'liqlarniki bizning tuyuqsizda Prezident Trump hukumati chiqqan chog'da mushlarni o'ngshab shu translatelar Uyg'ur tillarining kirib kelishi, shu ilaqi Amerikaninki Cumhuriyetçiler Partisining ichidagi Tandi Yuma bir adam bor, shu adam nim qildi, boshildi. U asta-asta boshlanyapti, qarindoshlar. Mana rasvo qilib tashlayapti emasmi hamma ishni. Mushu narsalardan ko'rib olishga bo'ldi. Mo'ytaq nazlik narsalarga diqqat qilinglar qarindoshlar. Uning ustiga Xi Jinpingga Kommunistik partiyaga atib qo'ydigan ishni Mike Pompeo efendim nima dedi? Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti dedi. Cumhuriyet Kommunistik Partisi demedi mi? Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Uyg'urlarning ustidan irqiy qirg'inchilik ilib beryapti dedi. Demek Kommunistik Partiya o'rilib ketsa, sen Xitoy hukumati mushtingdan achadiki Xitoy ulusi Xitoylar yashaydigansan, ma jinoyatdan qechib qutulib bo'lmaysan degan gap. Shundan qilib Xi Jinpingga petition to'playmiz. Andaq deb bir odamga atib qo'yib, umumiy Xitoyning manfaatini ma irqiy qirg'inchilik degan bek yomon narsa, bu la'natga qolgan narsa. Bizning avlodlarimiz Xitoyni emas, bundan keyin dunyo bu Xitoyni mushuning orqali jazolaydi, virus orqali jazolaydi. U burunqidek bunda avtomat ko'tarib yoki u dengizdagi qilayotgan manevrlar boshqa u falonchilik ziyon bo'ldi, ma davlatingni manchik pachlaysa, manchilik jilg'i ko'tiraga berib etsa deb, hozir manda urushning nimalari manda qo'yib ketdi, to'xtam bilan shuningga kammayotgan gap Xi Jinpingdan Xitoy. Mejindan narsa urushmaydi. Uni urushamaydi u. Shuningga qarindoshlar ancha-muncha bir narsani ko'rayli, bir narsa so'zlab bersa, uni yag'inga u nimanchalar mushchaqladi. Shu Dilyar Musaboyev masalan yillardan beri Zumrat adam chiqib so'zlayotdi. Hech kim Turkiyadagi lavzgo'ylar shu nimalar shu ishtonning ichidagi biz narsalarni tortib avatdi. Bir erkak chiqib, unda qilmanglar degan gapni qilmadi. Mana hozir hadimiz ham deganning hammasi to'g'ri chiqdi-ku. Bir narsa xato narsa bormi? Bir nimasi bormi? Bir xato gapi bormi shuning ichida? Hammasi to'g'ri chiqdi-ku. Dilyarmi shuni davatidi, Solihmi shuni davatidi. Menmi shuni dedim. Mening beshimda ish o'tgandan keyin men o'zim berib adamishda ishlar bo'ldi. Mishta bo'ldim deb ishim ochiq bo'lgandan keyin degandan keyin keldi, ko'rashdi, qo'y fikam sizmi unda o'si deb qo'limdagi banasini ilib ko'rib, anglab, undan keyin o'zdagi banaslarga o'rtoqlashib, men andan ko'chib ketdim baqo bularning qanchalik narsalikni. Men bilatdim, men bir odamni mushta ahmoq qilamdikin desam, taraflarga bo'linib ketgan har xil oiliklar, har xil tashkilotlar, har xil o'yin o'ynayotgan qo'ylar. Uyg'urning ichiga vahima silish, tashvish silish, qo'rqitish, psixikasiga urish. Psixikalarni yaxshi tutsanglar bo'ldi, qarindoshlar. Shu sarangga chiqarib baqmoqchi. Zumrat adashini deb baqdi, mening voy sarang bo'yay, onda davatidi, manda davatidi deb baqdi. İzchillik kerak. O davasidi desa, ya sarang vatidi yoki aroq kashtavatidi yoki nish kashtavatidi yoki pashvazatidi yoki andaqtati manda davatidi deb u illat sizda bo'lmaganligi siz davomlashtiring qarindoshim, oldiga chiqib so'zlayvering. Xalq tushungacha, o'yg'ongacha so'zlash kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, biz shu angning kemish 42 bilan to'xtab qoldik. Shu abayqindak ashtaq Gulshan Abduqodirga o'xshash Mondo bo'lib ketgan shu. Chiroyingga o'zingning bir qarab baqi Gulshan Abduqodir, sen bizni cho'shqiga o'xshatdi. O'zing cho'shqidek bo'lib ketibsan. Xartillaydigan iliqi. Shu meshaldan degan sangilab ketdimi ingaklaring. Aramni yeb. 4 kishining orasida naynaqlab tuyg'unninki, erkin tekasninki, eringninki, ayada, miyada. Rasva. Sen Ablazizni sotqa berib bir nim qilalg'ing bilan
Meni qilolmaysan, men sana deb qo'yay. Sen manda yozmalarni yozsang, mayli o'zingning erkinligi, fikr erkinliging, lekin biz seni o'qitib yoki biz seni bir nima demagandan keyin quvoni qisib, qisammagan yeringni yig'ishtirib o'tda. Bo'lmasa, mavo manda berib qo'ygan narsam, berib qo'ygan signalim buda qaytim chiqib og'zimni buzib, shaxsiy ishlaringni ichib og'zingdan ko'pik chiqar ekan-ku. 4 sunnat to'yi bilan 5 chilliq yetkidak og'zingdan rishol chiqarib yetmas seniki men sana deb qo'yay. Seningdan biz hech qachon qo'rqib qolmaymiz. Biz oldiga qarab mangduqmi? Mangduq. O'zingning ishni qil, xato narsani olgandiki, yapmamsa. İpip jim o'tamamsa, yapmasa, shu zamonida Rabiya Qadir qanti, Alim Setib qanti deb taqli ustiga qetiblam. Ashlarni qurbonlik qiliblam, mana sistemadan chiqib, bo'ldi biz sizlarniki to'g'ri ekan, biz mala rahbarlarimiz mala xato qildik ekan, biz mana mangaylislar, anani menglar deb ziminni olsak, mustaqil bo'lsak, lager taqas yamanma va ishdan kuchukları. Nimachi odamni qaqshtisa va qaysi ching ota-onaning tayini yo'q shu iligirkin o mish qilib qo'ygan, bu mish qilib qo'ygan kamadin tushgan go'ylar kelsa, hammani apangning tayini yo'q go'ylar, mehnat go'ylar. Apang shu dadangga pokis beti tekkan bo'lsa, menda tushmaydi qaysi. Apangning hammasi shu tak nachar go'ylar kelsa, ma og'zim iligirkin ishtas nimalar kelsa sen haqlaqo. Ma petitionning ishi bak muhim qarindoshlar, mening xatti bizning xalqninki bizning do'stlar bilan xalq, bizning operatorgan nimamiz bor, lekin boshqalarning operish huquqi bor qarindoshlar. Bu yerda qurultayni hech kim o'rgatma yoki anda qilib yetma, manda qilib yetma degan gap yo'q. Sadaqan ketay jinim qarindoshlar, appa qarindoshlar, suyimli qarindoshlar, biz mavanikini ko'rdinglar. Biz yoshlarni bir qo'llab qo'yinglar, sariqni bir qo'llanglar, dilyarni qo'llanglar, meni qo'llanglarmi demayman. Ashularni qo'llanglar. Zumrat adash chiqib narsalarni so'zlar o'qiyotib kirib ko'ringlar, anglanglar, fikr, savol qo'yishni o'rganinglar qarindoshlar. Tushunmagan narsalar o'z kirib ayrimxonda so'ranglar, mendan so'ranglar, Dilyardan so'ranglar, yoshlar qurultiyliklaridan, Soliqdan, Zumrat adashdan so'rasanglar bo'ladi. Eshilmagan narsa yo'q, ammo asosiyatdan bir nom bo'lsa, qarchamadiningdan chiqarsan ularga. Bütün millatni avtonomiya boshlayotgan, indigenis qotgan, mustaqillikni bo'g'atgan cho'ng narsani chiqarib bersak, haling mushu haqi. Uni chiqarib bersa mening ota-onam tuma chiqamayman. Ashu qurultayliklarning ichidagilarni niqtab o'ynasin. Men ko'rdim bu qag'allarning qanchalik eskiligini. Bu o'zining ishini qilaversin, mening aloqam yo'q uning bilan. Tugidi. Qag'an narsani keyin aldirmay o'zlari bilan Otan ballarını jığırıp ekip konferans qilgan gap. Chiroyli kas keldi, kelmay qolsa, ekran yuzida ko'rishdan gap. Buni vaqt sayt keldi o'zininki. Shuningga ashunda. Andan keyin erkin tekas o'tganda sen mishta dapsa meni, mishta Abduvali Buraxonimi, mishta nim qilsa qutqizimiz, ammo yo'lga sevib turganlar bo'lsa, Shvetsiyaliklar saqaymas kesali yo'q, u bu deb. Xotirjam bo'l, qara, men idoramdan 6 oyda bir qanday ishlab turdi, qara. Men undaylik sening qizing qo'shish mehnatlaringga yaqin kelib mehnat yuradigan bola emasligini qara. Xil o'yinimni joyida o'ynab qamlashtirib olayman. Tushundingmi? Mening qinim pokiz, mening dadam tarafdan bo'lsin, onam tarafdan bo'lsin. Mening opam deganninki tega otishdan. Bavdunbay desa, G'uljida hammasi biladi. Endi Musa Bayevlarniki Bavdunbaylar emas, Akfuka shu otishdan chiqqan 6 oy urushlari qatnashgan. G'uljida Bavdunbay desa obdan biladi, Qadambayning avlodlari desa. Tushunding? Ammo buvam tarafninkimi nayt pokiz o'tgan momolarimmi Aqso'rning avlodlari bo'lgan bir odamlar. Men sen haqqa o'xshash divon emas, tushundingmi? Men ko'zimni ochsam Sovetning kiyimlarini kiyib, men sen haq do'sti munchiga tushayotganingda men tug'ilib 10 yoshga kirsam, dadam 2 qavatlik uyni silib, qangaltirlik qilib, chesti qilib qo'yibdi ki, issiq munchilmish Yevropa qana tushgansam, shu uyimdan tushadi. Men qaysang cho'g'indim mashinaning ustiga suv qo'yib, do'sti jo'nayotganingda xotinimda parda tutib berdi. Sen haq ashda yashayotgan chog'da men anda yashagan, ko'rgan, bilgan, ko'ks qonim to'q. Menda oila cho'ng bo'lgan. Shuningga erkinlikka sen nim qilib qapsan. Uning degan men sana bir narsani anlatib qo'yay. Sening qizing Dunyo Uyg'ur qurultayiningki bayonotchisi shu Dilshod Rashidga shogirdlik kiribdi-ku. Bak cho'ng bilasan-ku sen o Dilshod Rashidni cho'qinisan-ku, cho'ngbay qilasan-ku.
Sana qilganmi? Sen qandaq muomala qilsan, onunğa menga o qandaq muomala qildi. Men sana anlatib qo'yayjim. Ha, to'g'ri. Sening bu qo'zg'olning chiqishi bu yana egiz bo'lganligi senga yarashidi. Ayni vaqtida qo'saq qo'ydim nasab qo'shliqlar bu. Mening maqsadim chiqib ketdi-da, bu chataq bo'ldi. Bu ham paka bo'lgandan keyin qo'saq chiqib ketsa ajoyib bir xil sektor ekanda. Senga yarashidi endi. Ama diqqat qilganim yaxshi-da. Ko'rdingmi? Sen onunğa xoşamat qilganing bilan, o menga xoşamat qiladi. Tushunding? Mashunchalik ham bilsang bo'ldi. Menda xeyli jiq bir kompyuterga tushib o'tmankanman, mani telefonimda WhatsAppda qilishgan gaplarimiz bordi. Ma telefonni naqmaydan qilgan olmaydi. Yan bir telefonimga qayerdan tep akab qo'ydim. Shu mashunda. Sen cho'ng biladigan, sen qizingni shogirdlikka berib, solab bergan qilganing bilan bizga bunda boshliqlardek bo'lsa, yarishidi fikam deb qiladi. Tushundingmi? Bizni biladi, erkakligimizni biladi. Tushunding? Nochiligimizni biladi. Men sana deb qo'yay mana. Ko'rdingmi? Sana qanday muomala qildi, menga qanday muomala qildi, farqimizni bilib ol bizning o'tirimizdagi. Farqimizni erkin tekas. Aş ko'zlaringizga olg'ayib, menda ular planshib ketdi va go'y setaverib, aş Meksikaning chegarasiga ketayotgan chaq domolab jurning uzlib o'lisa sen munofiq. Ajoyib eski munofiq sen deb qo'y. Aş o'tganda boshqa xabaratlarnikini, aş ishlarni Fatima degan xotinlarnikini, aş Turkiyaning ishlarni mushtay shubdi egi chiqdingmi, nim qilib beraldan ko't. İşim qilib bermaysa, jidal tapding butun dunyoda. Haqlan degan xotinninki oilasining shu o'zining ishini o'z bitirdi, o qahar barat bilan loq emasga, do't emasga, basipatlan tashildi. Sen bayada qiyomat qoyim bor. Mehmet To'xti bayada Kanadada qiyomat qoyin, rasvochilik, buzuqchilik, yog'onchilik, qo'ymachilik, aldamchilik bor. Butun jamoatni poq qilib etdilar. Zamışınçık deb qo'y. Tushundingmi? Erkin tekas, yana qoyil olmasang, men seni boshqacha usul yana yo'gab salsam bo'ladi, men yetarli bo'lmasa. O'tgandimi WhatsAppda xil qilgandim, tutib yetibdikansan, men yaqini portlab ketdi, gunohsiz yurgan men sana deb qo'yay. Nurigak Abdurshid senmi shu? Hozir hamma ishlarni ko'rding. Aq taraf tutmasangmi? Nacharlik qilma. Erkakdek bo'l deding-ku, bir qaq o'ynamdi ekan desa, menda qilib yuribdi bu deb. Sen bir qaq o'ynalaydiganlar emas. Tushundingmi? Bilikingga tayinib ishla, mehnat qil, jafo qil, ter to'k. Tushunding? Men iliq shaxsiy ishlaringga yana bir kirib tushmayamda, ha? Shu qolgan chapankashlarmi? Bizning mavi shivsiyatimiz bizsi bor. Onunki hamda menga tegmabdi-ki, men mo tegmadim. Ama Dilyarni yoki birimlarni qarlab yozsa deb qarab o'tdim. Onun shu Suriya masalasi bilan, Misr voqealari bilan yo'gab chiqib, qanday saldig'inimni biladi. Ondan keyin qarindoshlar qaysi kuni Shvetsiya Uyg'ur ma'rifdagi Nijat Turg'un degan apandim Dunyo Uyg'ur qurultiyidan chekinib chiqdi. Bu hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyininki bir yotqanninki jipiningki tunjisi bir so'kildi degan gap. Ruqiya Turdish xonim o'zininki narsalarni yezib chiqiribdi. Xalq uyg'onyapti qarindoshlar, mana asta-asta hamma odam uyg'onib, qilmasak bo'lmaydi degan vijdoniy burchini ada qilibdi. Hamda aytlikka meningcha Nijat Turg'un apandim chiqib Shvetsiya Uyg'ur ma'rifniki nomi bilan bayonot e'lon qildi deb o'ylayman. Yaqinda pedoilarning ekraniga chiqib o'zining beshida o'tgan ishlari, da'vo ko'rgan bilgan deb so'zlaydi deyman inshaalloh. Qarindoshlar hisobda shu boshqa narsa yo'q bu yerda. Bu axlatlar bilan Dilyar og'zini buzmaydi. U o'yliqi bundaq narsalarni tushundiradi, chiqib bunda dalanmaydi. Biz hamda bo'pti deb o'tgan bir mazgil buzmas bo'lgandim. Puzdirib o'tirgan-ku buni. Bu ishlarga gap qilinglar, sizlar menga gap qilyapmay. Shu Gulshan Abduqodir deganga mushularga gap qilinglar, sadagan ketay, bizmi bir biz tarafda turib gap qo'yinglar bir. Bunda xiplaslar bu. Ben Gulshan Abduqodir sen Abdulazizning sol tilg'ini bilan mening mo'yimga chiqlanmaysa tushundingmi? Sen bir qo'ngni tukayman sana tayqara.
Sen Xitay ili oblastından yasap çıkargan Zübeyir'e o'sha jasuslarning birisiga qara. Bugün Zübeyir'ninkini ko'rdik. Voy inim o'lib ketdi, voy onda qildim, onda qildi deb tilmaga odami qolmadi Uyg'urning ichidagi. Xitayning apisi birdim Vangdanmi? Vangdanmi? Biz tugapdi qo'ylik o'rkash chiqarib qo'yibdi. Hammasi degan ko'ngli yerim bo'p degan Abduvali Oyibdan tortib Zübeyra Shamsiddingacha qarindoshlar vatanimizda milyonlagan lagerda odamlar o'lib ketyapsa, qizlarimizni o'ynab etib olsa, tuproqimizning boyliqlarini shu tez suratda shu bulang taranch qilib olsa, xalqimizni bo'zaq olsa, uylar kirib yetib olsa, qo'shmoq tuqqan siyosati o'daq bundaq deb nima qilyapsa, Aşınınğı könglerim bop ma indigenisdan chiqtayli demakdi yo'q. To'g'rida qilib shurgan qiliqlarni aniqdan aniq xayli qilyapti. Nimishki buni ko'z yumislar jinim qarindoshlar. Meni bir nima desanglarmi, danglar mayli. Ma buni og'zi eskiga bu tillaydiga u bu desanglar mayli. Sog'liqninkini bir hurmat qilib qo'ysanglar, Dilyarninkini bir hurmat qilib qo'ysanglar. Zumrat adash olib chiqqan 60-chi betimdiki 62 betimdiki 60 qançıncı numurluq shu narsalarni bir hurmat qilib qo'ysanglar, o'zinglarning zimini, o'zinglarning tuproqi, o'zinglarning kindiqini to'kilgan, o'zinglarning yoshlik aslimalari o'tgan, o'zinglarningki balaliqinglar o'tgan, shu maktablarda o'qigan ustozlaringlar bilan, men 2-chi o'rtada o'qigan vaqtimdagi shu Ahmad Jamolimni biologiya rahmat tugab ketgan ajoyib gaplarni qilib beradi deb baqo. Bak, ma qolgan tarafga guylarga ma'lumlar nima so'z aytgan tan, qo'saqning g'imida kashkicha. Shunda bo'lib demasma. Manda olib demasma. Xo'sh. Mushunda alam turidiki. Manda tu parlamentni ichiga kirgan soqolni qirib, qirni chiqirib, nima azam, muncha azam ol. Dush qilib, juni pokiz, chiroyli, yangi deganda manda aqnasini chiqirib, pishqoqni azroq palitib, manda bu azroq siyosat qilishni, yurishtirishni, manda nima qilishni o'gininglar, qarindoshlar. Unda xirasli qalaymiqan döpürlab kirsanglar endi Gulshan Abduqodir naq o'zi indijini sulab qopti ana. Ichida yilpizning nasi teshida atlas. U dalta kimki ishni bilmaydi, menga yaq ketdi qetish. Balan patash. Va shunday gap qarindoshlar, shuningga bularga nima chiqib ketirgando bu, nima tillaydigando yoki nima qilgando deb nima qilib ketmanglar, o'ylab ketmanglar qarindoshlar. Üçlük qilayotgan hech nima yo'q bularga, yomonlik qilayotgan hech kim yo'q. Tuzuk qilmaganiki, shundaq shu haqoratlaydigan gap. Boshqa hech qanday ish yo'q. Men bu videoimni ko'plab hamarlab qilib qo'yinglar, unda bo'lsa men bu konferensniki menga azroq bergan bu ya'ni. Men bu astu shay. Unda bo'lsa qarindoshlar, Xudoyimga omonat, aman bo'linglar, kelayotgan yangi yillaringlar bilan tabriklayman. Yangi yilda ota-onasi turmaga kirib ketganlar, qayg'u hasrat tutganlar yangi yilda yangi natijalarga erishib, ota-onalar chiqib, mening ota-onam chiqib, xalqimizningki azroq bir nimasi bir yaxshiliklar bo'lsin, yangi yilda yangi natijalarga erishayli, indigenis kategoriyasidan chiqayli, dunyo tartibiga Sharq Turkistonning mustaqilligini olib kiritayli, petitionni yangi yilgacha mana kun qoldi 5000 dan oshirib yetayli, hozir yomon emas ketyapti. Ammo yana kelar yili mushu ay, mushu kunlarda, mushu do'stlarimiz bilan ekranning oldida turib paranglashayotgan suyimli aziz qarindoshlar bilan, biz bilan to'g'ri yo'l miyotgan hada akalarimiz bilan, cho'nglar bilan yana mushu ekranning oldida salomlashib, chiroyli ha-hu deyishib, mushu ay, mushu kungacha salomat, mushu tuproqning ustida yashab, mushu to'g'ri niyatli kishilar mushu da'voninki to'g'ri ib berish uchun omon bo'ladi. Ammo qolganlari virus yuqamdi, delta bo'lib, delta bo'lib qolamdi. Ülemdi, günahlar arplan düşüp gitemdi, nem bo'lsin. Allah balayını versin sana. Allah balayını versin. Qalgan aq ko'ngil, yaxshi niyatlik kishilarimiz, lagerdagi qarindoshlarimiz turmalardan chiqasin, azat bo'lib ketsin. Mening ota-onam chiqasin. Hammamizniki ota-onalar chiqasin, qarindoshlar. Duoni qilgan bilan bo'lmaydi, harakatni qilish kerak, harakatni barakat degan. Xudoyim deydi-ku, yaratish mendan, yarilish o'zingdan deb. Nim qilmasak bo'lmaydi. Shunday gap qarindoshlar. Sallilik oshirib o'tgan yerim bo'lsa, ko'nglinglar amanglar. Aqladlar o'tirdi. Salsa harakatlarni qilsam, u yerlarni bir atlab o'tib ketib, to'g'ri mazmunlarni qabul qilib, bir ilaqa ideyalarni ro'shanlashtiradigan bir ishni qilinglar, ro'shanlashtiringlar desang, shu yana shu Abbas oilasining malikasi dangdar
esim kelib qolibdi. Kalanglarni yo'riq qilinglar ishni, kalanglarni achirgan ishni qilinglar qarindoshlar. Bo'pti unda bo'lsa, yangi yillik kelayotgan tabriklar hammanglarga yor bo'lsin qarindoshlar. Unda bo'lsa men tushib ketdim. Men yana vaqti bor o'tkazib o'tishim kerak. Qolgan gapni yana bir Gülşen Abdülkadir yana bizim yazgan çağda deyişemize Gülşen Abdülkadir. Ben çıkıp ketip durayım ya. Vaqt mançilik vaqt o'tsa. Pula xeyli ig'ir mang'id ekan-ku. Bo'pti qarindoshlar, Allohga emanet emsa, sizlarga rahmat.